Assalomu alaykum dono bolajon, sog' omonmisiz? Mana yana sizlar bilan bir yangi fanga qadam qo'yapmiz. Men Shahnoza Anvarna 5 yillik tajribaga ega xalqaro bolalar va ayollar psixologiman. Hozirgi kunda Belorusiyaning Vitebsk magistranti bo'lib o'z faoliyatimni yuritmoqdaman. Bilasizmi bolajonlar? Tanqidiy fikrlash fani sizga juda katta kuchni berish bilan birgalikda miyangizning kompyuter ekanligini ham his qildiradi. Agar tayyor bo'lsangiz, ongimizni mashq qildirishdan boshlaymiz. Dono bolajon, tanqidiy fikrlash aslida bu sizning miyangizni himoya qilish vositasi hamdir. Chunki hozirgi kunda axborot manbai ko'p bo'lganligi uchun ham siz bolajonlar shu yoshdan nima rost, nima yolg'on har doim ham ajrata olmaysiz. Shuning uchun ham bu fan sizga juda ham zarurdir. Chunki tanqidiy fikrlash fani bu miyangizning himoya qiladigan qalqondir. Endi bolajonlar, tanqidiy fikrlashning yana bir siri, har doim o'zingizga savol beradigan qismini bilishga o'rgataman. Ana endi bolajonlar, tanqidiy fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishimiz uchun bizda bu kimning gapi, bu nima asosida aytilyapti, men bunga ishonishim kerakmi degan savollarni berish demakdir. Endi tanqidiy fikrlash nima ekanligini sizga shu joyda tushuntiraman. Asosan bolajonlar, tanqidiy fikrlash deganda biron bir narsani tanqid qilish deb tushunishingiz mumkin. Yo'q, mana shu ikki jumlaning tanqidiy degan so'ziga emas, fikrlash degan so'ziga ko'proq e'tibor bering. Ya'ni tanqidiy fikrlay olish bu tanqid qilish emas aslo. Tanqidiy fikrlash bu insonning mantiqiy xulosalar chiqarishi, to'g'ri axborotlar yig'ishi hamda to'g'ri qarorlarga kelishi hamdir. Ya'ni oddiygina sodda qilib tushuntirsam, bu har qanday axborotga tanqidiy fikrlash, har bir narsani tekshirib ko'rish, asosini aniqlash va keyin ishonish demakdir. Tanqidiy fikrlash quyidagi asosiy fazilatlarni o'z ichiga oladi. Bu haqda Richard Paul va Lenda psixolog va pedagog olimlar o'z fikrini bayon qilgan. Shubha har qanday ma'lumotni tekshirish va bu ma'lumotlarni dalilsiz qabul qilmaslik. Izchillik fikr va ma'lumotlarning mosligini ham tekshirish. Mantiqiylik hissiyotlarga berilmasdan sabab oqibatini tahlil qilish. O'z-o'zini tanqid qilish, ya'ni bu men ham adashishim mumkin degan ko'nikmani o'zida paydo qilish. Ya'ni tanqidiy fikrlash fanimizning asosiy fazilatlari shu qismlardan iborat bo'ladi bolajonlar. Endi shu jajjigina qalbingiz bilan bu fanning menga nega keragi bor degan savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin-a? Ha, albatta sizda shunday savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi men sizga bu fanning foyda taraflarini aytib o'taman. Aynan ahamiyatli taraflardan biri bu asosiy psixologik ahamiyatidir. Ya'ni yolg'on ma'lumotlarni siyosiy reklama orqali siz olishingiz mumkin, lekin siz bu fan orqali undan himoyalangan bo'lasiz. Endi sizda tanqidiy fikrlash ko'nikmasi mavjud bo'lsa, siz hayotingizdagi asosiy qarorlarni ongli qaror qabul qila olasiz va hayotingizdagi tanlovlarda oqilona yo'l tuta olasiz. Aynan bolajonlar, siz o'zingizda tanqidiy fikrlash ko'nikmasini paydo qilganingizda har qanday stressli vaziyatda oqilona yo'l tuta olasiz. Ya'ni bu vaziyatda siz vahimaga berilmaysiz. Sovuqqonlik bilan yondashib to'g'ri tahlil qila olasiz. Ha bolajon, agar siz o'zingizda tanqidiy fikrlash ko'nikmasini paydo qilsangiz, siz har doim rivojda bo'lasiz. Ya'ni bundan keyin sizda yangi g'oyalar, yangi fikrlar, yangi yo'nalishlar paydo bo'lishni boshlaydi. Va siz yangi g'oyalarni o'rganish orqali yangi etapga duch kelasiz. Ana endi bolajonlar, tanqidiy fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishga yordam beradigan bir mashq beraman sizga. Bu mashq oxirgi o'qigan kitobingizni olasiz va quyidagi savollarni o'zingizga berasiz. Bu jumla aynan kimdir tarafidan aytilgan bo'lishi kerak bo'ladi va savollar quyidagicha. Bu ma'lumotlarni kim aytmoqda? Ularning maqsadi nima? Qarama-qarshi fikrlar bormi? Va qanday dalillar keltirilgan degan mana shu savollarni berishingiz kerak bo'ladi. Natijada ongingiz avtomatik ma'lumotlarni, ya'ni aniq ma'lumotlarni qidirishga o'rganadi.
Ana endi bolajonlar, tanqidiy fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishga yordam beradigan hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz va siz bu ko'nikmani o'zingizni uyda ham takrorlab qilishingiz mumkin bo'ladi va qanday qilinadi men sizga hozir o'rgataman. Xo'p bolajonlar, hozir men sizga yana bir chiroyli zo'r o'yinni o'rgataman. Buni siz har doim qilishingiz kerak bo'ladi. Har qanday mavzuda belashayotgan vaqtingizda aynan advokat va prokuror o'yinidan foydalanamiz. Bu nima degani? Aynan biron bir mavzu olinadi va bu mavzuni oqlash va qoralash kerak bo'ladi. Oqlovchi sifatida advokat, qoralovchi sifatida esa prokuror xizmat qiladi. Avval uning yaxshi taraflari, so'ng esa uning yomon taraflarini yozasiz. So'ngida esa neytral xulosa chiqarasiz. Bu sizda keyinchalik mana shu voqeaga yoki fikrga nisbatan avvalo oxirini, boshini, foydasini, zararini ko'rishni shakllantiradi. Yana bitta qiziq o'yinimiz bor. Bu o'yinni ham siz doimo hayotingizda ishlatasiz. Bu qanday o'yin? Har doim biror bir qarorga kelganingizda uni yozib qo'yasiz va savol berasiz. Men bu qarorga nima uchun keldim? Va bu fikringizga mening qanday dalillarim bor? Men adashishim mumkinmi degan savollarga javob berib chiqasiz. Natijada esa siz o'zingiz tanqid qila oladigan, o'z fikringizni ko'rsatadigan shaxs bo'lib yetishasiz. Mana bolajonlar, sizlarga hayotingizda uchraydigan vaziyatlarni qanday tanqidiy fikrlash orqali hal qilishga yordam beradigan mashg'ulotlarni tushuntirdim. Endi siz bilan mana shu fanda qanday mavzular bilan uchrashamiz, shu haqda gaplashamiz. Demak, biz kitobingizda yozilganidek, bizning birinchi asosiy mavzuyimiz bu kirish qismi edi, ya'ni tanqidiy fikrlash haqida umumiy tushunchalarga to'xtalganmiz. Ikkinchi mavzuyimiz bu fakt va fikrlar mavzusi. Uchinchi mavzuyimiz rost va yolg'on. To'rtinchi mavzuyimiz asos va xulosa. Beshinchi mavzuyimiz isbotlovchi fikr. Oltinchi mavzuyimiz ikkilamchi fikr. Yettinchi mavzuyimiz asosiy taxmin. 8-mavzuyimiz mantiqiy xatolik, 9-mavzuyimiz matnli masalalar va undan keyingi qismlarimiz asosan sizni bilimingizni oshirishga qaratilgan savol, masalalar va variantlardan iboratdir. Demak, bizda asosiy mavzularimiz mana shulardan iborat. Siz agar mana shu mavzularni chuqur tahlil qilishni o'rgansangiz, mavzu masalalarni yechishga umuman qiynalmaysiz bolajonlar. Hozir aynan kitobimizning masala qismiga to'xtalaman. Agar kitobingizda asosiy qismiga e'tibor bergan bo'lsangiz, mavzu tushuntirilgandan keyin albatta masalalar berilgan. Boshida sizga tushuntiriladi, qanday ishlanadi, nima uchun shu javobni tanlashgan. So'ngida esa mustaqil ishlab ko'rish uchun misollar deb berilgan. Qaysidir mavzularimizda 16 ta, qaysidir mavzularimizda 18 ta mavzular kelgan va so'nggi kitobingizning so'ngida bizda 45 tagacha misollarimiz va variantlarimiz bor. Endi har bitta mavzu o'tilgan vaqtda men sizlar bilan ana shu mavzuga mos masalalarga to'xtalib tushuntirib o'taman. 8 ta misolni, 8 tasi esa sizga uyga vazifa bo'lib qoladi. Chunki sizda masalalar ishlash ko'nikmasi shu mavzuga xos holatda rivojlanib borish kerak bo'ladi bolajonlar. Demak, men o'qib eshittirishni boshladim. Siz kuzating, tahlil qiling va o'zingizni tekshirib boring. Negaki siz bu haqida ma'lumot bildingiz, siz ham mendan oldin to'g'ri javobni topishga shaylanib turing. Demak, o'qib eshittiraman va sizni javob topishingizga ozgina muhlat berib, keyin men sizga to'g'ri javob nega shu ekanligini aytib o'taman. Xo'p, aynan savollarni o'qiydigan bo'lsam, birinchi savolimiz tanqidiy fikrlash nima? Javobimiz axborotni tahlil qilib, asosli xulosa chiqarish. B. O'z fikrini hech kim bilan bo'lishmaslik. Bu variantni biz olib qola olmaymiz bolajonlar. Nima uchunki, aynan bizning mana shu tanqidiy fikrlash nima degan savolimizga bu teskari javob bo'lyapti. Hech kim bilan bo'lishmaslik bu bizga javob bo'ladi. Demak, variant sifatida olib qola olmaymiz. C variant. Har qanday axborotga ishonish. D variant faqat o'z fikrini to'g'ri deb bilish. Demak, C variant va D variant ham ana shu tanqidiy fikrlash nima degan savolning teskari javoblari. Va asl to'g'ri javobimiz esa A javob edi. Chunki tanqidiy fikrlash asosan axborotni tahlil qilib, asosli xulosa chiqarishga qaratilgan bo'ladi va javobimiz A bolajonlar. Demak, birinchi savolning javobi A.
tushunarli bo'ldi deb umid qilaman va bir o'qiganimda siz bu A ekanligini bilgandingiz, chunki yuqorida sizga bu haqda ma'lumot berdim. Ikkinchi savolimiz: tanqidiy fikrlash nima uchun muhim? A. Har doim bahslashish uchun. B. Yolg'on axborotni haqiqatdan ajratish uchun. C. Fikrlarni chalkashtirib yubormaslik uchun. D. Har qanday axborotga ko'r-ko'rona ishonish uchun. Nima deb o'yladingiz? Tanqidiy fikrlash nima uchun muhim degan savolga qaysi variantni to'g'ri deb bilyapsiz? Biz hozir sizga yordam beraman. Har doim misol masala ishlayotgan vaqtingizda shoshmaysiz. Variantlarning foizi eng yuqori qismini olish kerak bo'ladi. Savolni o'qigandan keyin asosiy e'tiborni savolning oxiriga qaratilishi kerak. Nima uchun muhim tanqidiy fikrlash deb aytyapti. Demak, e'tiborni nima uchun muhimligiga qaratamiz va variantlarning eng katta foizini, to'g'ri keladigan foizini javob sifatida olamiz. Demak, javobimiz nima ekan? Siz topganingizdek B. Yolg'on axborotni haqiqatdan ajratish uchun juda muhim. Demak, javobimiz 2 B bolajonlar. Endi sizlar bilan 3-savolni o'qib eshitiraman. Kuzatib boring, tahlil qiling va o'zingiz oldindan bilishga harakat qiling, xo'pmi? Endi bolajonlar, sizlarga 3-savolni o'qib eshitiraman. Quyidagilardan qaysi biri tanqidiy fikrlashga misol bo'la olmaydi? Misol bo'la olmaydi deb so'ralyapti. A. Har qanday axborotni tekshirish. B. Axborotni tahlil qilish. C. Har qanday xabarga ishonish. D. Fikr bildirishdan oldin dalillarni tekshirish. Demak, misol bo'la olmaydi degani, misol bo'la oladigan qismini topganingizda, o'zi misol bo'la olmaydigan qism qoladi, ya'ni bittasi qoladi. Ko'rinib turgandek bu yerda javobimiz C, ya'ni har qanday xabarga ishonish tanqidiy fikrlashga misol bo'la olmaydi. Demak, 3-savolning javobi C bolajonlar. Endi bolajonlar, sizlar bilan 4-savolni ko'rib chiqamiz. Demak, tanqidiy fikrlash qanday foyda keltiradi? A. Har doim inkor qilish. B. Ko'proq bahs munozara qilishga olib keladi. C. Har doim hamma bilan kelishish uchun. D. O'z fikrini asosli himoya qilishga yordam beradi. Savolimiz: qanday foydasi bor tanqidiy fikrlash deyilganda, ko'rinib turgandek bu yerdagi javobimiz, ya'ni o'z fikrini asosli himoya qilishga yordam beradi degan javob, ya'ni D javobimiz bo'ladi bolajonlar. Endi sizlar bilan 5-savolni o'qib eshitiraman. 5-savol: quyidagilardan qaysi biri tanqidiy fikrlovchi odamning odatiy harakati? A. Ma'lumotni tekshirish. B. Har qanday gapga ishonish. C. Faqat o'z fikrini to'g'ri deb hisoblash. D. Har doim hamma bilan bahslashish. Bolajonlar, birinchi sizlarga yordam sifatida har doim aytib o'taman, variantlarning eng to'g'ri, eng foizi ko'pini olinadi. Bir-biriga o'xshash qilib berilgan joylari ham bor. Siz bunda qiynalmasligingiz uchun eng foizi ko'p yuqori qismini olasiz bolajonlar. Demak, ko'rinib turganidek, mana shu variantlar ichida eng to'g'risi bu A, qolganlari esa savolga teskari variant javob bo'lib kelgan. Demak, keyingi misolga o'tamiz bolajonlar. Demak, 6-savolimiz: tanqidiy fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish uchun nima qilish kerak? A. Faqat bitta manbaga ishonish kerak. B. Ko'proq turli manbalardan ma'lumot olish kerak. C. Bahs munozaralarda bo'lish kerak. D. Barcha fikrlarni noto'g'ri deb qabul qilish kerak. Demak, nima qilish kerak tanqidiy fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish uchun deganda, eng maqbul javob, eng to'g'ri javob bu siz fahmlaganingizdek B javob, ya'ni ko'proq turli manbalardan ma'lumot o'qish degan javob. Qolgan javoblar esa mana shu savolga teskari javoblardir. Endi bolajonlar, sizlar bilan 7-savolni ko'rib chiqamiz. Tanqidiy fikrlash bizga qanday yordam beradi? A. Axborotni tahlil qilmasdan ishonishga. B. Har qanday axborotni qabul qilishga. C. Yolg'on axborotni haqiqatdan ajratishga. D. Har doim shaxsiy fikrni ustun qo'yishga. Demak, qanday yordam beradi deyilgan savol, javoblar variantini o'qib eshittirdim. Siz ham fahmlaganingizdek, javobimiz C, ya'ni yolg'on axborotni haqiqatdan ajratishga yordam beradi. Demak, bitta bolajonlar C. Endi bo'lsam, siz bilan 8-savolni o'qib eshitiraman. Siz kuzatib, tahlil qiling va o'zingiz topishga harakat qiling. Tanqidiy fikrlovchi odam qanday yo'l tutadi? A. Faqat o'z fikrini asoslanadi. B. Har doim boshqalar bilan bahslashadi. C. Har qanday axborotni rad etadi. D. Har qanday axborotni dalil bilan tekshiradi. Ko'rinib turganda eng to'g'ri javob D, ya'ni har qanday axborotni dalil bilan tekshiradi. Qolgan variantlar esa bu savolga teskari.
Demak bolajonlar, sizlar bilan birinchi kirish mavzuyimizni boshlab oldik. U yerda sizga mavzuni tushuntirdim. Undan keyingi masalalar qismini to'xtaldik va qolgan 8 ta masala sizga uyga vazifa bo'lib qoldi bolajonlar. Shu bilan bugungi birinchi kirish darsimiz tamom bo'ldi. Ko'rishguncha sog' bo'ling. Xayr.